Tekinga tizzangizni yarim litr suv bilan davolashni ko'rsataman. Qani ketdik. Suvni olasiz, xuddi shaklda bakalchkaga solasiz, uni pachoqlab olib, issiq suv bo'lsin faqat. Issiq suvni solib va tizzani ichiga qo'yamiz. Mana shunaqa qilib oxirigacha taqab va buni tortamiz oxirigacha. Mana shunaqa holatda eng kamida 1 daqiqa ushlab turamiz. Xuddi shunaqa qilib, keyin bu oyoqqa ham xuddi shunaqa qilib 1 daqiqa ushlab turamiz. Mana. Oyog'idagi shish, g'irchillash, og'riq, kechasidan qo'ymaydigan og'riqlar, artroz, artrit va revmatizm kasalliklarida ham juda ham foydali. Bu suv agar sizda kista miyoma, ya'ni ayollarda uchraydigan kasallik bo'lsa mumkin emas, ya'ni o'stirib olishi mumkin issiqlik yoki kista baykira bo'lsa ham mumkin emas. Qolgan har qanday tizza og'riqlarida mumkin. Agar sizda umurtqa disk churasi, grija kasalliklari, bo'g'in kasalliklari muammosi bo'lsa, pastdagi nomerlarga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Albatta o'zimiz yordam beramiz. Salomat bo'ling.